Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Video yasashni o'rganamiz. Demak, video yasash uchun avvalambor iPhone oddiy telefon Google ga kirib olasiz va Google dan Flow deb yozasiz, W bilan oxiri. Yozganingizdan keyin demak ekranda birinchi chiqqan Google Labs degan shunga kirasiz. Kirganingizdan keyin mana Creative in Flow deganni bosasiz pastdan. Bosganingizdan keyin New project sozdать proyektni bosasiz va sozdать proyektni bosganingizdan keyin pastda mana video по описаниеdan emas, mana buni bosasiz deb burchakdagi video по описанию emas, video по kadrimni bosib, mana pastdan plyusni belgilab olib, o'zingizga kerakli bo'lgan rasmni yuklab olasiz. Menda yuklangan tayyor rasmlar bor. Xohlagan rasmni tanlab olasizda va shu rasmni qo'yasiz. Sizga nima kerak? Masalan, shu mashinani qanot chiqarib uchayotgani kerak deb yozsangiz, o'zbekcha shakl nimada yozuvda o'shanday videoni yasab beradi. Yana nima xohlasangiz, o'sha narsani yozishingiz mumkin.